Bu hovlini ovotganimda men onam uchun sekret bo'lgan, esingizda bor bo'lsa. Umuman bilmaganman, вообще. Eng qizig'i, biz o'zim Mirzo-Ulug'bek rayonida o'sganmiz, katta bo'lganmiz, Toshkentda. O'sha rayonga o'rganib qolganlar onam 20 yildan beri. Men hech qachon o'ylamaganman Sergeliga kelib yashashni. Lekin men bizning rayonda xonadonlarni ko'rsam endi Nikitina tarafli, Maksim Goriy tarafli $1 million, $1,5 million unaqa pul yo'q edi-da. Lekin 20 yildan beri orzu qilardik hovliga ko'chishni. Onam ham solovlari qiyin paytlaydi. Men hamda o'ylardimki, shu yangi hovli olsam, yangi hayot boshlanadi, yangi hayot orqasidan sog'liq ham ta'sir etadi deb, qarovchi gazini berganman. Global больницаdan chiqqanman, operatsiyadan keyin yurib aylantirib kelaman sizni, kafega borib kelamiz degansan. Men endi o'sha kuni birinchi kun больницаdan chiqqanman. Sportivkalarda, Jaydarovga chiqib kelganda, eshotka olib kelganman. Eshotka olib kelgan. Ishonmaganlar sizni hovlingizga. Balo qanaqa kafe ekan u? Bir marta kelganmanda, bo'ldi, ko'ngil tushgan, lekin uncha pulim bo'lmagan. Hech kim uchun sir emas bu. Xullas, yarimdan ko'pini qarzga olib xarid qilganman-da. Shunday aytmagansan-da. Aytmaganman. Ha, aytmagan. Haligacha ham qanaqadir qismi bor, to'lab yuramiz, ozgina qolgan. Lekin o'shanda olish muhim edi, qanaqadir.